Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar tor betiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Ko'rib turganinglardek bugun nihoyatda chiroyli bir kun bo'lib o'tdi. Mana mush go'zal bir kunda, go'zal manzarada sizlarga nihoyatda nodir asardan birini o'qib bermoqchi. U bo'lsa-mu Abduqodir Jaloliddinning Dayuzlik axloqining kelib chiqishi nomli asari. Bu maqolni men ilgari o'qib baxmagan ekanman. Bir necha kun ilgari Facebookda bir do'stim o'zining betiga chaplab qo'yibdi ekan, bir o'qibda nihoyat yaxshi ko'rdim. Ishonmanki, munberimizdagi bu asarni ilgari o'qib baxmagan kishilarimiz cho'qim nihoyat yoqtiradi. Shundoq deb o'ylayman. Ma'qul. Dayuzlik axloqining kelib chiqishi Abduqodir Jaloliddin. İnsanlarning parvozi zamin, havo va suvlarni bir-biriga tutashtirdi. Ularning nazarida osmonning yiroq burchagidagi yulduzlar, sun'iy hamrohlar yulduzlarning sirlarini chorlab, yer yuzining alpozini nishonladi. Asboblar shu qadar nozik, yurakning ansiz so'qishlari, ish bag'rimdagi oynishlar, qon tuplarimiz, gen tuzilishimizning hammasi aşkar. Her bir bosuğa, her bir doqmuş, arqımızga yeni bir mazmun qo'shildi. Bargan seri kartalarga aylandi. Kartalar meni to'shimoqda. Telefonlarda parga aylandim. Kimlardi meni so'zmoqda. Lekin mashqumning kari yo'q. Yolg'izlik. Hech kimga tushundirilmagan gaplar bilan to'shib ketgan sovuq yolg'izlik bozorga o'tmaganligi uchun o'zimga qilib qoldi. Manfaat murassalari insonlarning vujudini bir-biriga yaqinlashtirdi. 7 iqlimdan kelgan bir to'p odam bir shirani cho'rida o'tirib qahva ichishdi. Ondan poycheki muhit krizi, terrorizm haqida gap qilishdi. Dal shu vaqtda o'qish yeshidagi gezichi bolalar terrorizmni bosh maqola qilgan gezitni tovlab setishyotdi. Dal shu kuni bir maylamchi bola quyoshni do'qmishda kutib, yana shu do'qmishda uzitib qo'ydi. Uning ko'rib yetaligini oyoqlardan iborat edi. U chamlarning ostidagi yo'llarni ko'rishga amalsiz edi. Kitap götürüp rastida ketayotgan edi. Rasta bo'yidagi bir tilamchi yenimdagi bir tilamchiga meni ko'rsatib turib, bir nimalarni dedi. Ular kira chiroylarini turishtirib ko'rdi. Men ularga bo'lmaydim. Şükret. Köçürüğün efendim. Boş olmagan dekin külüverdik. Men nime deyishimni bilolmay ularga qarab qoldim. Biz arzimas odamlar, dedi ularning biri. Arzimas odamlarning oliyjanoblar ustidan kulish huquqi bo'lar. Әмісі демеге күлдіңлар. Kitap mı köpüyüp ketdi? Biz mi köpüyüp ketdik? Siz bunu kitap arqılıq davalay alamsız? Men yanıla neme deyişimni bilenmedim. Kitap algan pulga bizdek tilamchidin netçini qutuldurgılı bolar, dedi yana biri. Ular tilamchi bo'lg'ashqa mutafakkur bo'lganmi yoki mutafakkur bo'lg'ashqa tilamchi bo'lganmi? Buni ayray olmadim. Damalliqda gangrab qoldim. Qandaqdir bir kuch meni ularga yaqinlashtirdi. Yurtimizdan eqib chiqdik. Tilamchilik qilib, taqdirning chaqchiqiga chaqchaq qaytiryapmiz, dedi bir tilamchi.
Har elib atqansizlar haqiqan. So'radim men. Har elib qanda qiladi? Hozir kim bilan kimning ishi? Odamni nomus o'ltirdi degan gap bor, dedim men. Nomus? Dedi biroqla ichki telamchi. Biz nomus degan gapning nemaligini allabron unutilib ketdik. Bizning nomusimiz yurtimizdan ayrilgandan o'lgan. Endi kip ketdim. Nomusning o'lganligi to'g'risidagi xitobnomani tor rastidagi bunu tilamchilardan anglab qilishni xiyolimga keltirmadi ekan. Bu men anglagan ochiq, ammo dilkash bir parang bo'ldi. Hashamatlik tasxonlar, sipoyi gaplar, adab takallub bilan tushib ketib, nah gaplarni topqilib bo'lmas bo'lib ketdi. She'rin taam, she'rin kalamlarda ne ko'ngillik rizosi, ne qismatning davosi, ne azodalik havası. Kirzislik xiyollarga petib yurgunimga uzoq bo'lib ketgan. Soatlab o'tirishlarda qalb degan nemi yo'q. Faqat taxsida iskiliti ko'rinib qolgan beliq tabassumlarda mehr yo'q. Faqatla u bir odat. Ama yaga bir muncha bolalar kelib qoldi. Mana bolalar kelib ketdi, sal turib olay endi. Mahaqning adabligini mustaqil asar o'qiyotdim desam, bo'ldi, bu yana san qoldirib biz boshqa yerga ketaylik deb ketdim. Rahmat. Katta atrofga haqiqatan xursand bo'ldim. Albatta, buningdan chiroyli boshqa yerlar bor. Shundoq bir adab bilan meningki qilayotgan ishimga hurmat qilib, men bu yerni tashlab qo'yib ketdi deb so'yindim. Xo'sh, davomlashtirib o'qib beray. Men bir abzasni qayta o'qiy. Bu men anglagan ochiq, ammo dilkash bir parang bo'ldi. Hashamatli dasturxonlar, sipoyi gaplar, adab, takallub, tavazzu bilan to'shib ketib, nah gaplarni topqilib bo'lmas bo'lgan. She'rin taam, she'rin kalamlarda ne ko'ngilning rizosi, ne qismatning davosi, ne azodalik havasi. Kirzislik xiyollarga petib yurgunimga uzoq bo'lib ketgan. Soatlab o'tirishlarda qalb degan nima yo'q. Faqat taxsida iskiliti ko'rinib qolgan bir. Tabassumlarda mehr yo'q. Faqatla u bir odat. Samimiy qalb izlaganlar ko'r. Ular sening samimiy qalbingni dassab o'tib, haromdan loqma izlashi. Ko'z yeshiga boy ayollar hargizmi oldidagi daraxtning soyasini ko'zlamaydi. Ularning beqaror ko'zlari jiroqlarga talmirib, jo'nalasidan ketib. So'laklik yigitlarning lafzida salmoq yo'q. Botirlarning arvohi jiroqlarga ko'chmoqda. Erishish qiyin. Erishilganning qimmati yo'q. Zaman muakkallari chekdi yo'q. Tarazlarni ko'tarib bozor orlab yurishib. Canonlarning bugungi kulkisi sening atiki o'g'an. Muhabbat xatarlik o'yin. Shoirligimga savol qo'yib edim. U so'zlarni sarkitizdi. Shuncha aqtursam tuzuk
qapak yo'q, baranga o'xshamay qoldi. Hech kim lafzida ahdi vafo yo'q, paranga o'xshamay qoldi. Tama o't yoqdi ko'ngil ko'ziga, salomga o'xshamay qoldi. O'zgarib turar yarning qarori, jononga o'xshamay qoldi. Mehrobdan chayon chiqqani qiziq, palonga o'xshamay qoldi. Dal dushtiribmi biror pati bor, sarongga o'xshamay qoldi. Eshingni yapmi, beshingni yeydi, balonga o'xshamay qoldi. Uyga yetib bordim. Kecha hamma yoq jimjit. O'zimni tinglab o'tirdim. Esimga bir jumla so'z kelib edi, shu bet xotirlab qo'ydim. Nomusni bilmaslik qo'rqinchliq, lekin nomusni bilgan turuqliq nomus qilishga jur'at qila olmaslik texmi qo'rqinchliq. Bu tilamchilarning so'zidan keyin ming bir o'ylanib topgan yakun bo'ldi. O'ylab baqsam, ko'chada o'ltirib tilamchilik qilish bilan ishxonada o'ltirib tilamchilik qilishning yiltizi bir ekan. Qaraganda nomusni qayirib qo'yish axloqi ravrus mod bo'pti. Qizimning bir savoli esimdan kechdi. U Turg'on To'xtamovning Nozugum nomli tarixiy romanini o'qib etib, shundoq so'ragan edi. Nozugumni chinlashkarlari tutib elib, heytgoh oldidan elib mangsa, kishanlangan Nozugumni ko'rgan 10 minglagan omma qarab turadi ekan. Uni qutuldirish faqat oshqi voqening ishi bo'lib qoladi ekan. Bundoq ahvol asrlar sepi oqsuvdan o'tib ilega borgacha davomlashadi ekan. Faqat ularga ich og'rigan necha 10 darvishlarla agishib mangadi ekan. Bichar Nozugumga yordam qiladigan tuzuk odam chiqmaydi ekan. Dada, zodi tarixning o'zi shundaqmi yoki yozg'uchi shundaq yozganmi? Savol sodda, lekin tabiiy edi. Bu tabiiylikda tafakkurimni holsirtadigan darajada cho'nqurlik barda qiladi. Bu savolni bir bokira qizning vujudidagi saf insoniy tabiatning durdonasi deyishga bo'ladi. İnsoniylik bilimdan a'lo degan gap shuningdan bo'lsa kerak. Qizimning savoli Nozugumning bir qo'shiqini esimga soldi. Egiz tog'dan suv tushdi, so'zib ichar yer bormi? Nozuk boshiga kun tushdi, elib ketar er bormi? Nozugumning savoli bilan qizimning savoli tegi taktidan aytganda bir savol edi. Bu hargizmi bir qalamkash o'z oldiga yolg'iz javob bera oladigan savol emas edi. Naq shu vaqtning o'zida bir nimalarni deb qizimni rozi qildim. Biroq shuningdan keyin men shu savolga asir bo'lganimcha izchil xiyol qildim. Ushtumtut shu savolga munosabatlik qiziqarli bir tajribani bir materialdan uchirtib qoldim. Bir odamning ahli cheklik, ko'pchilikning orasida oqillar bor. Ko'rgunimni o'ttirga tashlab beqishni loyiq topdim. Tecrübe xodimlari 5 maymunni qafasga solab, bir sapoq bananni qafasning ustunki shodisiga esibdi. Navada maymun bananni elishqa urinsa, suv purkilib, maymunlarning hammasi tangla ho'l bo'lib ketadi ekan. Buni aqlli olimlar shundoq loyilagan ekan. Dastlabda bir maymun bananni elib yeyishga urinibdi ekan, natijada 5 maymunning hammasi birdek ho'l bo'lib ketibdi. Maymunlar navbat bilan ashundoq urinishda bo'lib
o'xshash oqibatni ko'ribdi. Oxirida maymunlar ho'l bo'lib ketishdan qo'rqib, bananni elib yeyishga urinmaydigan bo'ldi. Keyin tecrübe xodimlari bir maymunni qafasdan chiqarib etib, uning o'rniga yangi bir maymunni solabdi. Yangi maymun bananlarni ko'rgan hamon etilibdi. Natijada qolgan 4 maymundan rasa dumbayapti. Chunki u 4 maymun u bizni ho'l qilib etdi deb ansiraydi ekan. Yangi maymun oxiri orzusidan voz kechdi. Tecrübe xodimlari aslidagi 4 maymunning birini chiqarib etib, uning o'rniga ikkinchi bir yangi maymunni kirgizibdi. Bu maymunmi bananni ko'rib elib yemoqchi bo'ldi. Albatta, uning taqdirimi birinchi yangi maymunga o'xshash dumba yeyish bo'ldi. Qiziq yeri shuki, birinchi yangi maymun keyingilardan hammadan bakrak kuchab uribdi. Maymunlar ana shunday tartibda olmishibdi. Oxiri hech kim bananga cheqila olmaydigan bo'ldi. Ular bunday bo'lishining sababini zodili tushunmaydi ekan. Faqat banan yeyishga urinsa, boshqa maymunlardan dumba yeydiganlikni uqdi ekan. Yuqorqi tajriba bayonini qizimga o'qib bergan edim. U maymunlarmi qiziq ekan, o'l bo'lib ketganga nima bo'ladi deb inkas qaytardi. O'l bo'lib ketishning hech qisi yo'qligini faqat tajriba xodimlarla biladi. Maymunlar uni bilsa, dumba o'rniga banan yegan bo'ladi, dedim men javoban. Maymunlarning yangi axloqining kelib chiqishi hammamizga tushunishli bo'ldi. Biroq tajriba xodimlarining axloqini tushunish uncha oson emas edi. Bu yerda ikki xil axloq borda qiladi, lekin bir axloq yana bir axloqning mevasi edi. Shakespeare dadillik bilan amaliy kuch axloqdir degan ekan. U bu xil axloqning manbaini demakdi. Chunki dadillik va amaliy kuchning ruhiy va aqliy manbasi bo'ladi. Kishilar haqiqatni o'zlarining nafs xohishlariga bo'ysundirish yo'lida bexudlarcha ilgirlaverdi. Shakespeare aytgan amaliy kuch ehtiyojlarga hokim bo'lishni istaganlarning qo'liga o'tganda axloq xarob bo'ldi. Manbasi Xinjiang madaniyati 2008-yillik 6-si. Xo'sh, oxirida hoziringlarga o'tganda Janba ko'li bo'yida o'tkazilgan bir qitimliq san'at ko'rgazmasidan o'zim tarqab bir qisqa sinni sunaman. Bahar og'aysizlar. Xayr xo'sh. Direk bostan, direk bostan, direk bostanğa men hayran. Senin könglüm aram tapdı, menin könglüm tihi veyran. Direk bostan, direk bostan, direk bostanğa men hayran. Senin könglüm aram tapdı, menin könglüm tihi veyran. Yayrimi gülcan, yayrimi gülcan, her joyda buldun aman. Yayrimi gülcan, yayrimi gülcan, her joyda buldun aman. Senin doplan nemen keysem, sana okşam dimen yarim. Düşmenim gibi bilen, seni taşlam
deymen yayrim. Senin dopam men keysem, sana okşam deymen yayrim. Düşmenim gibi bilen, seni taşlam deymen yayrim. Yayrimi gülcan, yayrimi gülcan, her cayda bulgun aman. Yayrimi gülcan, yayrimi gülcan, her cayda bulgun aman. Ak lale, kızıl lale, yarının beği güzare. Yar derdine men avare, yüreğim pare pare. Ak lale, kızıl